Ortiqjon aka, xalqimiz asrimizning eng oxirgi Navro'zini sog'inib, shunday katta bir muqaddas ayyomga talpinib yashayapti. Navro'z bu yashnash, yasharish, mehnat, mehr-muruvvat bayrami emas, bu chin ma'nodagi san'at bayrami hamdir. Navro'z san'atkorlarni qo'shiqlariga ilhom baxsh etadi, ijodkorni qalamiga baraka beradigan bir ajoyib fasl. Shunday ulug' va ajoyib mo'tabar kunlarda siz bilan mana shu respublikamizning go'zal tumanlari Urgutda uchrashish nasib etib turibdi. Sizni ko'nglingizdan kechayotgan eng inji tuyg'ular bir katta respublikamizdagi san'atkor sifatida xalqimizga aytadigan dildorozlaringiz albatta junbushga kelayotgan bo'lishi kerak. Shular bilan o'rtoqlashsangiz. Bugun Urgutga kelib bir to'y bahona diydor g'animat dedi. Bu yerda Ispanza qishlog'ida O'tkir degan bir shogirdimiz bor. Juda bizga yoshlikdan qo'l bergan. O'zi shular ham aytib turadi, kerak bo'lsa ko'pincha shu elning xizmatida bo'lib turadi. O'zi ham duradgor, o'ymakor, usta, juda qo'li gul yigit. Bu xonadoniga bir marta emas, 2-3 marta bu yerga yaxshi kunlarga kelganmiz. Mana bugun ham shu o'g'illarimni uylantiryapman. Ustoz bir fotiha o'qib o'tsangiz yaxshi niyat qilib dedi. Mana bu yerga kelib to'y bahonada Urgut televideniyasi xodimlari bilan ko'rishib qoldik. Men endi Urgut meni o'zimning yurtimday bo'lib qolgan. Juda ko'p marta kelganmiz, yaxshi kunlarga qatnashganmiz. Yana niyatimiz juda ko'p. Yurtimiz tinchligini bersin. Shunday to'y marakalar yoshlarimiz baxtiyor bo'laversinlar. Mana shu to'y bahonasida biz bahor oyini boshlanishi, mana yaqinda ayollarimiz, xotin-qizlarimizning 8-mart bayramlarini o'tkazib yordik. Mana oldimizda shu bugun ertaga mana Navro'z bayrami, yasharish, yangilanish bayramini kutyapmiz. Mana shu bayram arafasida avvalambor mehnatsevar Urgut xalqiga omonlik, tinchlik, oilalariga sihat, salomatlik tilayman. O'g'il qizlari baxtli bo'lsinlar. Mana bu yil ayollarimiz yili deb hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilandi. Shu bahona bilan ayollarimizni ham, uyda o'tirgan onalarimizni, qizlarimizni bu muborak yillari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kirib kelayotgan Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin. Har kunimiz Navro'z, har kunimiz qo'shiq, xursandchilik bo'lsin. Bu mustaqil O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Tinchligimiz abadiy barqaror bo'lsin. Biz san'atkorlar hamisha sizlarning xizmatingizda bo'laylik. Qulog'ingizni bir tomonida yaxshi qo'shiqlar, yaxshi o'yinlar, yaxshi yallalar bo'lsin. Hamisha ko'kragingizni tog'day ko'tarib, mana shu Urgut tog'lariga o'xshab ko'tarib, xursand bo'lib yurishlaringizni tilakdoshiman. Sog' salomat bo'ling, omon bo'linglar. Katta rahmat. Rahmat. Yana shu jumladan men Samarqand viloyati mehnatgashlarini, Samarqand viloyati xalqini, ayniqsa Xorazmcha qo'shiqsevar xalq, Samarqand xalqi, butun hammasini bizni sevgan, san'atimizdan boxabar bo'lgan butun do'stlarimizni, muxlislarimizni shu kirib kelayotgan Navro'z bayramlari bilan, yangilanish bahor bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ayniqsa ayollarimizni qadrdon bo'lib qolgan 20-asr ham o'z poyoniga yetdi. Har bir asr insoniyatga nimanidir kashf etib berganligi bilan baholanadi. Aytish mumkinki, aynan mana shu asrda inson qadami oyga yetdi. Bugun millionlab texnik qurilmalar insoniyat uchun xizmat qilmoqda. Vatanimiz tarixiga nazar solsak, 20-asr mustaqillik, ozodlik, istiqlol so'zlari bilan tarix zarvaraqlarida oltin harflar bilan yozilajak. Sen boshlari osmonlariga tegib turgan chinorim, ota desam o'g'lim deb bosh egib turgan chinorim, bo'ynimdagi timorim, qalbimdagi iftixorim,
sen ulug'lardan ulug'imsan, eng ulug'imsan vatanim. O'zbekistonimiz ne shoiru olimu allomalarni, shoiru sarkardalarni beshigini tebratmagan deysiz. Hozirgi qo'shig'imiz ham aynan ona zaminimiz O'zbekistonimiz haqida. Demak, davramizga O'tkirjon G'ulomovni taklif etamiz. Marhamat. Abdulla Qodiri, Fitrat va Cho'lpon, mustaqillik degan bo'ldilar qurbon. Abdulla Qodiri, Fitrat va Cho'lpon, mustaqillik degan bo'ldilar qurbon. Vatanni e'lonla qarangda jon bor, mening vatanimdir bu O'zbekiston. Mening vatanimdir bu O'zbekiston. Tarixda babam bor o'zi shetlak, Amir Temur Bobur va Shoh Ulug'bek, babomga o'xshashga qilaman tilak. Mening vatanimdir bu O'zbekiston. Mening vatanimdir bu O'zbekiston. Bir tomoni paxta, bir tomon bug'doy, bayrog'ida yulduz yangi chiqqan oy. Turkiston olamga ko'rsatki chiroy. Mening vatanimdir bu O'zbekiston. Mening vatanimdir bu O'zbekiston. Sherzodilla Kori bizga del yongar, vatan yashlatishda